Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan rus tilida barcha qiynaladigan rodlar mavzusini o'rganamiz. Darsimizni boshladik. Videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Значит, в русском языке существует три рода имен существительных: мужской род, женский род и средний род. Demak, rus tilida 3 xil jinsimiz bor: erkak jinsi, ayol jinsi va o'rta jins. Род существительного определяется по окончанию или по его отсутствию. Demak, rodlar bizda so'zning qo'shimchasidan yoki uning qo'shimchasi yo'qligidan ham aniqlanadi. Запоминаем самую простую формулу всех этих родов. Mana shu har bitta rodlarning eng oson formulasini eslab qolamiz. Demak, mужской rodning so'zida oxirgi harfi ikratki harf bilan tugaydigan bo'lsa, bu so'zimiz mужской rod hisoblanadi. Yokida mужской roddagi so'zlarning oxiri undosh harf bilan tugasa, ya'ni hech qanaqa unli qo'shimchasi bo'lmasa, bu so'zimiz mужской rod hisoblanadi. Давайте рассмотрим на примерах. Kelinglar unda misollar bilan ko'rib chiqamiz. Brat, город, глаз. Bu so'zlarimiz oxirgi harfi undosh harf bo'lgani tufayli bu so'zlarimiz mужской rodga kiritiladi. Ya'ni unli qo'shimchasi yo'q so'zlar. Keyingi so'zlarimiz: следующие слова: muzey, tramvay и чай. Demak, bu so'zlarimizda oxirgi harflarimiz ikratki bo'lganligi tufayli bu so'zlarimiz mужской rodga kiritiladi. Demak, keyingi jinsimiz bu ayol jinsi va bu so'zlarimiz a yoki ya qo'shimchasi bilan tugaydigan so'zlar. Ya'ni bu so'zlarimizda oxirgi harfi unli a harfi yoki ya harfi bilan tugashi kerak. Eslab qolamiz va misollarda ko'rib chiqamiz. Sestra, улица, голова. Shu kabi so'zlarda a qo'shimchasi bilan tugaganligi tufayli biz bu so'zlarni женский rodga kiritamiz. Keyingi so'zimiz семья, неделя или даже шея. Va keyingi so'zlarimizda ya qo'shimchasi tugaganligi tufayli bu so'zlarimiz bizda женский rodga kiritiladi. Следующий род. Keyingi jinsimiz bu o'rta jins. Окно, дерево, колено, море, солнце, сердце. Mana shu so'zlarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, o va e harfi bilan tugadi. Теперь нам нужно запомнить несколько слов. Endi biz bir nechta so'zlarni eslab qolishimiz kerak. Sredniy rodda shunaqa so'zlar borki, ularning oxirgi harflari mya qo'shimchasi bilan tugaydi va bu so'zlarimiz имя, время, вымя, племя, пламя va семя so'zlari bor. Va mana shu so'zlar bizda oxirgi harfi ya harfi bilan tugadi deb ko'p o'quvchilar adashadi. Bu harflarimiz ya emas, mya qo'shimchasi bilan tugaganligi tufayli ular sredniy rodga kiritiladi. Mana shu so'zlar istisno so'zlar hisoblanadi. Bularni yaxshilab eslab qoling. Род существительного определяется по окончанию или по его отсутствию. Demak, rodlar bizda so'zning qo'shimchasidan yoki uning qo'shimchasi yo'qligidan ham aniqlanadi. Переходим к следующему правилу. Keyingi qoidaga o'tamiz. Обратите внимание, род существительных, основа которых заканчивается на мягкий знак, необходимо заучивать. Ahamiyat beramiz. Mягкий знак bilan tugagan so'zlarni, demak, misoli bilan ko'rib chiqamiz. Писатель, строитель, учитель. Shu so'zlarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, tel qo'shimchasi bilan tugaganligi tufayli biz ularni mужской rodga kiritamiz. R va mягкий знак. Kalendarь, sekretar, словарь. Mana shularning hammasi mужской rodga kiritiladi. Va eslab qoling, rus tilida har bir oyning nomlari ham mужской rodga kiritiladi. Misol uchun, yanvar, fevral, aprel, iyun, oktyabr, noyabr. Har bir oyimiz mужской rodga kiritiladi. Переходим к следующему правилу. Keyingi qoidaga o'tamiz. Обратите внимание, род существительных, основа которых заканчивается на мягкий знак, необходимо заучивать. Demak, женский rodda tugaydigan qo'shimchalar bu s, t va mягкий знак. Misol uchun, грусть, кость или часть. Keyingisi z, n, мягкий знак qo'shimchasi bilan tugaydigan so'zlar: болезнь, жизнь или казнь. Следующее слово. Demak, keyingi so'zimiz бровь, кровь, любовь. Mana shu so'zlarda o'f qo'shimchasi bilan tugagan so'zlar ham женский rodga kiritiladi. И последние слова: высь, запись и подпись. Keyingi so'zlarimizda esa s va mягкий знак bilan tugagan so'zlar женский rodga kiritiladi. Tugagan so'zlarni yodlab olish muhim, chunki bu so'zlarimiz faqatgina mужской va женский rodlarga kiritiladi. Va bular bir nechta so'zlar. Misol uchun, преподаватель, зритель, гость, словарь, календарь, дождь, день. Shu kabi so'zlarimiz bizda mужской rodga kiritiladi va bu so'zlarni yaxshilab yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Женский roddagi so'zlarimiz мать, кровать, тетрадь, дочь, ночь, дверь, морковь, новость, соль, боль, осень. Mana shu so'zlarning hammasi женский rodga kiritiladi. Bu so'zlarni ham yaxshilab yodlab oling va yozib oling.
Давайте повторим наши знания и закрепим. Kelinglar bilimlarimizni qaytarib olib, ularni mustahkamlab olamiz. Berilgan so'zlardan nechtasini rodini to'g'ri qo'ya oldingiz? Agarda barcha so'zlarni to'g'ri topa olgan bo'lsangiz, demak bugungi rod mavzusini to'liq o'rgangan bo'lasiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.